Sanjar aka, sizda 5 ta restoraningiz bor. 3 ta yangi hali ochilyapti. Lekin eshitganmanki, siz arendada kvartirada turasiz. Nimaga? Haqadan ko'p so'rashadi menda. Shunaqa fikr borki, albatta uy o'zingizniki bo'lishi kerak. Shu meni uyim degan narsa bo'lishi kerak. Shu atrofda mana hozir bitta uy qiladigan bo'lsam, uchastka qiladigan bo'lsam, bir 400 mingga yer olinar ekan. Kamida bir 6 sotik bo'lgan, kamida 400 ming bo'ladi. Yana kamida bir 300 ming uni qurishga ketadi. Demak bir 700 mingga tushyapti bu. Bundan ham yaxshi uy olib, arenda turadigan bo'lsam, oyiga bir 3 ming 4 ming ketqizaman. Buni agar bunday yiliga chaqiradigan bo'lsangiz, buni ichidagi kommunalkasi, remonti boshqasi bilan 20 yil bo'ladi. Demak, bu o'zini 20 yilda oqlaydigan narsa. 20 yildan keyin men o'sha uyda yashagim keladimi, yashagim kelmaydimi, o'zi kerak bo'ladimi? Vobshe Toshkentda yashaymanmi, bu rayonda yashayman, bilmayman. Buni hozir shuncha pul olib, qachondir mana o'zini oqlar ekan, mana o'zimdek yonimda qolar ekan, bu degandan ko'ra o'sha pulni qat'iy investitsiya qilgan yaxshi. O'sha investitsiya sizga ko'proq foyda olib keladi. Men o'ylaymanki, hozirgi kun vobshe uy yo umuman недвижимость faqat investitsiya tariqasida qarash kerak xolos. Mana shu yerda yashar ekanman degan narsa umuman kerak yo'q. Shu faqat investitsiya.